O'tgan bilan xolamni qo'llarida katta bo'ldim. Mana shu paytgacha nimaga erishgan bo'lsam, o'zimni mehnatim bilan erishdim. Bilaman, tushunaman. Bu kunlarga yetib kelishingiz oson bo'lmagan. Sevara. Sizga bularni aytishdan maqsadim men hayotga yengil yelpi qaraydigan yigitlardan emasman. Oila, insonlarni qadriga yetaman. Agar yo'q demasangiz, sizga bir taklifim bor. Xo'sh, qanaqa taklif? Menga turmushga chiqing. Sevara. Xolamlarni uyingizga yuborishdan oldin ko'nglingizni bilay degandim. Nima deysiz?